Bismillahirrahmanirrahim. En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Hal ata alal insani hinun mined-dehri lem yekun şey'en mezkura. İnsan anının qorsug'ida bir muddatni o'tkazdi. U arzimiganlikdan tilga elinadigan narsa bo'lmadi. İnna xalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi feja'alnahu semi'an basira. Şübhisizki biz insonni aralashma mani, ya'ni er bilan ayolning manisidan yaratdik. Uni biz shariat takliflari bilan sinaymiz. Shuning uchun uni nozil qilgan oyatlarimizni anglasin, koinotni yaratquchining birligiga dalolat qiladigan dalillarni ko'rsin deb anglaydigan, ko'radigan qilib yaratdik. İnna hadaynahu as-sabila imma shakiran va imma kafura. Şübhisizki onunğa biz payg'ambar avatish bilan yaxshi yomon yo'lni ko'rsatdik. U mu'min bo'lib, yaxshi yo'lda menib Allohning ne'matiga shukr qilguchidir. Yoki fajir bo'lib, yomon yo'lda menib kufrlik qilguchidir. İnna a'tadna lil kafirin salasila va aghlalan va sa'ira. Şübhisizki biz kafirlarga putlarga silindigan zanjirlarni, bo'yinlariga silindigan taqoqlarni va yenib turgan davzaqni tayyorladik. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Haqiqatan yaxshilar kafir aralashtirilgan mey bilan to'ldirilgan jamlardan ichidi. Aynan yashrabu biha ibadullohi yufajjirunaha tafjira. U kafir jannatdagi bir buloqdan etilib chiqqan bo'lib, uningdan Allohning yaxshi bandalari ichidi. U buloqni ular xohlagan joylariga iqtib bora oladi. Yufuna bin nazri va yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Ular o'z ustiga qasam ichib olgan ishni o'rinlaydi va dahshati keng doirlik bo'lgan kundan, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqidi. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Özü muhtaç turuqluq, miskinge, yetimge ve esirge taam berdi. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Ula eytidi, sizlarga biz Allah'ның razılık üçün taam berimiz. Sizlardan bunun bedeliga hech qanday mukofot ve teşekkür talep qilmaymiz. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. Şübhisizki biz Rabbimiz tarafından meydana keltirilgen ağır, qattiq kundan qo'rqamiz. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. Allah ularni shu kunning sharridan saqlaydi. Ularning yuzlariga nur, dillariga xushallik ato qiladi. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Ularning sabr taqatlari uchun Allah ularni jannat bilan va u yerdagi yipak liboslar bilan mukofotlaydi. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. Ular jannatda taxtlarga yo'linib o'ltirdi. Ular jannatda qattiq issiqnimi, qattiq sovuqnimi ko'rmaydi. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. Jannatdagi daraxtlarning soyillari ularga yaqindir. Jannatning mevalarini uzish ularga oson qilindi. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. Ularga tamoq qachilangan kumush taxsilar, mey to'ldirilgan kumushdan yasalgan shishidek suzuk jamlar aylantirib sunilib turildi. Saqiylar ularning ehtiyoji qarab loyiq o'lchaydi.
yani içkiçilerning ehtiyojidan ishib qolmaydi, kemib qolmaydi. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا Ular yana jannatda zanjibil aralashtirilgan jam bilan, ya'ni jamdagi may bilan sug'uriladi. عينا فيها تسمى سلسبيلا Jannatda salsabil deb atiladigan bir buloqmi bor. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا Qeyrimay hamisha yosh turadigan g'ilmonlar navbat bilan ularning xizmatini qilib turdi. Ularni ko'rgan chig'ingda ularning go'zalligi, suzlikligi va nurliqligiga qarab, ularni terilib ketgan marvoyitmikin deb qolsan. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا Qachonki sen qaraydigan bo'lsang, bu yerda tasvirlab tugatkili bo'lmaydigan ne'matlarni va katta podshohlikni ko'rasan. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا Ularning uchisida yupqa ipak va qilin ipakdan tayyorlangan yeshil kiyimlar bo'ladi. Ular kumush uzuklarni taqaydi. Rabbi ularni pok sharob bilan sug'uradi. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا Shubhisizki bu sizlarga berilgan mukofotdir. Sizlarning mehnatinglar qabul bo'ldi. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Haqiqatan biz sana Qur'onni bölüp nazil qildik. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا Sen Rabbingning hukmiga sabr qilgin. Sen ularning ichidan hech bir gunohkorga yoki kufrlik qilg'uchiga bo'ysunmagin. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا Atigan oqshomda Rabbingning nomini yod qilgin, ya'ni namoz o'qigin. Rabbinga ko'p toat ibodat qilgin. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا Kechining oz qismida uningga sajda qil. Ko'p qismida uningga tasbih ayt. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا Shubhisizki bular, ya'ni mushriklar dunyoni oxiratdan ortiq biladi. Kelgusidagi qiyin bir kunga, ya'ni qiyomatga sal qaraydi. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا Biz ularni yaratdik. Ularning badanini mazmut qildik. Agar biz xolasak, ularni halok qilib, o'rniga ularga o'xshash boshqa odamni dastatdik. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا Shubhisizki bu oyatlar va'zi nasihatdir. Bu va'zi nasihatdan foydalanishni xohlagan odam Rabbiga yetkazadigan yo'lni tutsin. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما Faqat Allah xohlagandila, ondan sizlar xohlaysizlar. Ya'ni hamma ish Allohning xohishiga bog'liqdir. Allah haqiqatan hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما Allah xohlagan odamni rahmatining doirasiga kirgizadi. Allah zolimlarga qattiq azobni tayyorladi.